Hozir aytadigan so'zlarimni uyqudan oldin shivirlab ayting va siz hayotingizda aynan nimani xohlayotgan bo'lsangiz, nimaga intilayotgan bo'lsangiz yoki nimaga erishmoqchi bo'lsangiz, o'shani olasiz. Albatta, like bosing, yaqinlaringizga ulashing va o'zingizga saqlab qo'ying. Izohlarda yozib qoldirishni va sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Menda hammasi faqat siz uchun. O'ylaymanki, ko'pchilik hayotida shunday vaziyatga tushgan, kun juda qiyin o'tgan, og'ir va stressli o'tadi. Uyqudan oldin esa bularni barchasi miyada qayta-qayta aylanaveradi. Keyin esa o'sha negativ yoki sodir bo'lishidan qo'rqqan yomon narsalarimiz haqiqatdan sodir bo'ladi. Aslida tizim aynan shunday ishlaydi. Uyqudan oldin o'zingizni nimaga dasturlasangiz, o'shani olasiz. Shuning uchun agar biror narsani yaxshilamoqchi bo'lsangiz, masalan, aniq bir ishni, biror ishga kirmoqchi bo'lsangiz, moddiy narsani xohlaysizmi yoki pulni xohlaysizmi? Uyqudan oldin shunday deysiz: pullarni olyapman, pullarni qabul qilyapman va bu pullar sizga qanday kelayotganini aniq tasavvur qilasiz va asosiysi his qilasiz. Yoki men bu ishga kirdim, hamkasblarim bilan bu ishxonada ishlayapman, ofisim bunaqa ko'rinishda deb ayting. Miyangizda buni qayta-qayta aylantirsangiz, qayta-qayta aytsangiz, ishga qanday borayotganingizni, u yerda kofe yoki choy ichayotganingiz, hamkasblaringiz bilan gaplashayotganingiz va shunga o'xshash detallarni tasavvur qilib his qilsangiz, ya'ni har bir vaziyatni uyqudan oldin maksimal darajada batafsil his qilsangiz, shunda ongingiz buni haqiqat sifatida qayd etadi. Buni shunchaki ko'p takrorlasangiz va bajarsangiz, u hayotingizga shunchalik tez tortiladi va amalga oshadi. Albatta, haddan tashqari xom xayollarga berilish shart emas. Asosiysi his-tuyg'ular. Lekin agar buni realistik va jiddiy yondashgan holda bajarsangiz, bu narsalar hayotingizga kirib kelayotgani va aynan o'zingiz xohlagan narsaga erishayotganingizni ko'rasiz. Men sizlarni yaxshi ko'raman va chamlab qolaman. Baxt va saodatli bo'ling. Ko'rishguncha.